Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari davomida giyohvandlik bilan bog'liq navbatdagi jinoyat fosh etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirining 3-bosqichi amalga oshirilmoqda. Xususan, tadbir doirasida O'rta Chirchiq tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tadbirda tumanda yashovchi 1975-yilda tug'ilgan fuqaro yashash xonadonining molxonasi tomida gugurt quti, shisha idish va polietilen qoplarga joylangan 5 kilogramm marixuana giyohvandlik vositasi saqlab kelingani aniqlanib, ushlandi. Shuningdek, giyohvandlik vositasini iste'mol qilishga mo'ljallangan maxsus yasalgan vositalar ham daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirildi. Holat yuzasidan ushlangan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz. Giyohvandlik moddalari bilan qonunga xilof muomala qilish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.